Assalomu alaykum qadrli Dream Liga Soccer muxlislari. 2026-yil mavsumini o'yinlarini sizlarga taqdim etishni boshlayman. Ozgina tanaffus e'lon qilgandim. Yangi yildan keyin o'yinlarni olib ko'rsataman va men 2026-yil Dream Liga Soccerning davom ettiramiz azizlar. Demak, 2025-yil boshida o'ynagan edik va 2026-yilda davom etyapmiz azizlar. Mana Dream Liga Soccerning legendariy divizionda Barselona qayd etilgan natijalar va turnir jadvali bilan tanishishingiz mumkin. 5 ta o'yin o'tkazdi Barselona, 3 ta g'alaba, 2 ta durang, 10 ta gol urib 2 ta o'tkazib yubordi. 11 ochko 3-o'rinda ketyapti. PSG 13 ochko, Arsenalda 12 ochko ketyapti. City 11 ochko. 5-turni men o'ynab bo'ldim. Sporting bilan o'ynadim azizlar. 2-0 hisobida Barselona g'alaba qozondi. Arsenal Athletic Bilbao'ni 2-1 hisobida taslim etdi. Aston Villa Barselona uchrashuvi 3-3 o'yinda durang qayd etildi. Jangovar durang bo'ldi. Crystal Palace Athletic Bilbao o'yini 1-0 Athletic g'alaba qozondi. Inter Lazioni tor-mor etdi 1-0. Juventus ham Manchester Unitedni 5-1 hisobida tor-mor etdi o'z uyida. Manchester City PSG 2-2 Manchester City durang o'ynadi. Napoli Liverpool 1-1. Azizlar, mana 5-tur qayd etilgan natijalar bilan tanishdingiz. Endi 6-turda bo'lib o'tadigan o'yinlar taqvimini ko'rishingiz mumkin. Markaziy o'yin bizni kutib turibdi azizlar. Kutib turibdi. Barselona Atletico Madridni qabul qiladi o'z uyida. Arsenal Manchester United derbi. Barselona Juventus, Inter Aston Villa, Lazio Manchester City, Liverpool Crystal Palace, PSG Napoli Sporting Athletic Bilbao'ni qabul qiladi. Xo'sh, biz Brilliant Kubokdan o'ynadim. Mana bu o'yinni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Dortmundni yutdim 2-0 ga va mana 1/8 finalga chiqdik. Chiqqan komandalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda Atletico Madrid bor, Athletic Bilbao Inter bilan o'ynaydi, Atalanta bilan o'ynaydi, Atletico Madrid Everton Sporting bilan, Monaco Betis, PSG Liverpool, Arsenal Atletico Madrid, Real Madrid bilan o'ynaydi, kechirasiz. Wolverhampton Newcastle bilan o'ynaydi azizlar. Demak, biz Chempionlar Ligasi Kubok Mirovoy Viz deymiz. Biz esa Chempionlar Ligasi deb nomlaganmiz. Demak, ushbu turni 2-turini o'ynaymiz azizlar. Men mana shu turni o'ynaymiz. Hozir tarkib bilan tanishishingiz mumkin. 4-4-2 sxemasida o'ynayman men. Va o'yinni boshlaymiz azizlar. Mana Nantes bilan o'ynaymiz. Nantes birinchi turda yutdi. Endi Barselonaga qarshi nima qilar ekan ko'ramiz. Ketdik azizlar. Qadrli muxlislar, mana o'yin boshlandi. Nantes tarkibini ko'rishingiz mumkin. 4-1-2-3 sxemada. Bu esa Barselonaniki 4-4-2 sxemada. Neymar. Qani azar boshladik. Neymar to'p bilan Rudiger Kunde. Neymarga to'p uzatib berdi va himoyachi betda o'qidi hozir. De Bruyne pas berdi hozir. Qo'ydi, Nantes futbolchisi ketyapti, markazga oshirdi. Yamal kurashyapti va himoyachi xato yo'l qo'ydi. Rudiger himoyada to'g'rilab ketdi xatosini jamoadoshining. Dembele to'p bilan Dembele qattiq ketyapti. Chap qanot boshlash mumkin, qanotgami? Pas.
xavfli hujum qildi hozir Nans. Yamalga. Gol uribdi azizlar. Dembele zarba, Bruno. Biz ham hisobni ochdik. Usmon Dembele oltin to'p sohibi. Hisobni ochmoqda azizlar. Hujumga qo'shishingiz mumkin. Demak, Yamal De Bruyne ajoyib pas berdi. Ajoyib gulazlar. Bruno Barcelona hisobini ochdi azizlar. Demak, endi Nats qanday o'ynaydi? Tomosha qilamiz. Demak, Milan ham Bruno hisobida hozir g'alaba qozonmoqda. Chunki Milanga ochko suv va havodagi zarur azizlar. Agar yutqizsa, Milan esa guruhdan chiqishi qiyinlashib ketishi mumkin. Chunki birinchi turda Barcelona yutgandi Milan ikkinchi golni urdi azizlar. Milan hozircha hisobida g'alaba qozonmoqda. Hozir Barcelona hujumi, Dembele yana bizda ham ikkinchi gol mana. Usmon Dembele dublga erishdi. Hujumni ko'rishingiz mumkin. Qanday rivojlanishini. Neymar ajoyib pas berdi, ajoyib ochildi mana. Ajoyib gol. Demak, mana statistikalar bilan ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshi o'yinchi hozircha Dembele bo'lib turibdi. Demak, Natsda o'zgarish. Rafinha markazga, Dembele Bernardo bilan qoldirib ketdi to'pni yo'lga. Yamal Dembele'ga oshirdi, lekin Dembele kurashib yutdi, kurashda uzatma va Marozabon o'z o'rnida. Rafinha to'p bilan Neymar yiqilib tushdi, hakam tur deyapti. De Bruyne to'pni olib qo'ydi. De Bruyne yaxshi o'ynayapti markazda. Yamal to'p bilan Yamalning fintlariga e'tibor bering. Juda ham zo'r fint qildi hozir Yamal. Cho'ntakka solib ketdi hozir. Yamaldan zarba va gol! Lamin Yamal. Uchunu De Bruyne pasini qarang, ideal pas, assist. Kevin De Bruyne. Uchunu azizlar. Barcelona Chempionlar Ligasi guruh bosqichi ikkinchi turini ham g'alaba bilan yakunlaydi yaqinda. Neymardan zarba ko'ramizmi? Juda noaniq. Demak, Haaland o'rniga tushadi. Neymar olib qo'yamiz. Demak, Milan ham 3-chi gol uribdi azizlar. 3-0 Haaland pas berdi De Bruyne'ga va Dembele'ga demoqchi edim. Kechirasizlar. Bernardo Silva'dan uzatma noaniq. Demak, o'zgarish raqiblarda Kunde Cancelo tushyapti. Kundeni uni Cancelo murabbiy Kundeni ham ayayapti. Demak, mavsum hali oldinda himoyachi va hujumchilarni